Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana bugun sizlar bilan 170 kvadratlik obyektni ko'rib chiqamiz. Fasad qismiga mana shuni chiroyli jiddiy traventin qilish necha pulga tushadi. Bugun sizlarga polni qo'limdan kelgancha ma'lumot berib o'tib ketaman. Albatta ko'rib baho berasizlar. Uyingizda hozirda arzongina remont qilib olsangiz bo'ladi. Usta akamizdan to'liq ma'lumotlar olamiz. Mana shu obyektimiz ham juda ham zo'r narxga bitgan ekan. Ko'rib turayotgan katta obyektlaringiz $1530 ga bitibdi. Usta haqqi mahsulot hamma narsasi ichida. Nimalar qilingan polni ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Mana usta akamizni chaqiramiz. Usta aka keling qani aka. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsiz. O'zi yaxshimi aka? Yaxshi, rahmat. Kelingizlar, mana qo'ldan kelgancha mehnat qildik. Jiddiy traventin bilan xudo xolasa bir haftada bitirib qo'ydik. 170 kvadratli ob'yemimizdagi joyimizda. Gap yo'q. 170 kvadratlik obyektni qaranglar, aziz do'stlar, bir haftani ichida mana shu chiroyli holatga keltirib berishibdi. Aka, juda ham ko'p joyda mana shu fasonni o'rayapsizlar. Nimaga uncha ko'p odamlar mana shu fasonni o'rayapti? Chunki bu hozir trendda aynan. Endi bundan boshqa anolarimiz ham bor, fasonlarimiz ham bor, Adnatome, Versace, 3D g'ish. Endi hozirgi trendda bo'lgani uchun shuni qilyapmiz. Mana shundan o'rayapsizlar, ha? Albatta. Juda zo'r chiqadi. Bu jiddiy mo'sh traventin bo'ladi. 2 sloylik bo'ladi, ha? Ha, albatta 2 sloy bo'ladi. 2 sloylik jiddiy traventin bo'ladi. Bu yoqlariga vobshe aka patlab qo'yib tashlab beribsizlar-ku? Ha, gapirmay, vashtim qilib tashladik. Xo'p, aka 1 kvadrat metri necha puldan bo'ladi mana shu obyektimizda? 1 kvadrat metri otida $9 dan qildik. $9 dan bo'lyapti. Ha, albatta. Mana bu sokil o'rnida ham biz hozir nima naqsh berib ketganmiz. Bizcha. Qaranglar, bu sokil bu jiddiy traventindan bo'lgan. Ha, jiddiy traventindan bo'lgan. Kak bu kafellar chiqargan-ku. Ha, albatta, albatta. Kafeldan ko'ra ancha sizlarga arzon tushadi, aziz do'stlar. Mana shunday qilib, mana sokillaringizni ham jiddiy traventinni o'zidan ustalar xohlagan fasonlaringizni chiqarib beradi. Xohlasangiz qop-qora qilib chiqarib berishadi, xohlasangiz mana shunaqa qilib chiqarib berishadi. Xohlagan dizaynlaringizni chiqarib berishadi. $9 dan bo'lar ekan 1 kvadrat metri, usta haqqi, material, hamma narsasi ichida bo'lyapti. To'g'rimi aka? Albatta, albatta, albatta shuni. Xo'p, bir haftalik natijaga bitta baho berib qo'yinglar. Aziz do'stlar, juda ham chiroyli qilib bitkazib berganlar usta akalarimiz. Tak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta pat tashlab beribsiz, ha, o'pshi aka? O'pshi 5 ta pat tayyorlab berilgan. Bularni ichini qaranglar, mana shu chiroyli yana pasvetkalar bilan vahshiy zo'r chiqadi. Karta mira fason bo'ladi. Aka, oq bo'lgani bilan har xil fasonlar bor, ha? Albatta, har xil fasonlar bor. Xohlasa adnatomiya qilib beramiz, xohlasa ranglarni boshqacha qilib beramiz. Uydagasini didiga qarab qilib beraverasizlar, ha, aka? Albatta. Aziz do'stlar, sifatga baho beringlar, lekin vahshiy zo'r chiqqan. Aka, o'zi adres qayerda joylashgan bu manzilimiz? Jizzax viloyatimizning Do'stlik tumanida, Manastirda joylashgan bo'lib, mana shu yerda ishimizni davom ettirganmiz. Gap yo'q. Usta akamiz o'zlari Samarqanddan aloqaga chiqaverasizlar. Aziz do'stlar, mana qaranglar, Jizzaxga kelib mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib beryaptilar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor, ha? 12 ta viloyat bo'yicha xizmatimiz bor, albatta. Aka, necha puldan boshlab, necha pulga tugayapti kvadrat metrlar? Endi xudo xolasa, mana qarang, $7 dan boshlab $12 gacha tugayapti. Xo'p, kvadrat metrlarga qarab, aziz va fasonlarga qarab narx-navolar ketadi. Albatta murojaat qilinglar. Traventin turlari juda ko'p, to'g'rimi aka? Juda ko'p, albatta. Bu aziz jiddiy traventin oqidan bo'ladi. Karta mira fason, ko'rib turayotganingizdek 2 sloyligi bo'ladi. Polirovka, lak va jemchiqlargacha qilinadi, bu aka. Aka, keyin qancha zalog berish kerak sizlar chaqirgandan keyin boshida? Boshida 50% beriladi, qolganini keyin o'zimiz gaplashib olamiz. Keyin qolganini, ha? Nasibda keyin kelishilgan holda bo'lib ketaveradi. Qaranglar, har bitta eshik deraza girtlariga mana shu chiroyli tiagalargacha tayyorlab berganlar, lekin sokilcha zo'r chiqdi. Qaranglar, jiddiy traventindan chiroyli qilib sokilni chiqarib berishgan usta akalar. $9lik fason. Albatta aloqaga chiqinglar. Narx qanday o'zi aka? Qanday bitibdi? Aka, zo'r, lekin qarang, mana shu katta obyekt $1530 ga bityapti, to'g'rimi aka? Vahsha dahshatda, aziz do'stlar, kattaligini ko'ringlar bu obyektimizni. $1530 ga fasad qismingizni xuddi mana shunday remont qilgan bo'lasingizmi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Usta akamizga aloqaga chiqinglar. Mana 12 ta viloyat bo'yicha borib, chiroyli qilib xizmat ko'rsatadilar. Xo'p, usta aka, bizning kanal nomidan kelsa, bonuslar bormi aka? Albatta, bonuslar bor sizning kanalingiz nomidan kelsa. Gap yo'q. Aloqaga chiqinglar, usta akamiz mana bonuslar bilan qilib chiroyli qilib bitkazib beradilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, charchamang, zo'r chiqdi. Obyekt. Salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Aslida ko'rishaylik. Xo'p, sog' bo'ling.